Kuni bo'yi yig'ilgan mashinalar 4-pokoleniya propan bo'lgan, yechildi. 3-pokoleniya qilib qo'yib berilyapti. Reduktorlari, emulyatorlari hammasi. Xo'sh, bu yoqqa keladigan bo'lsak, Vitoga gaz uстановка qilingan. Propan qo'yib berdik. Reduktor ichkarida. Farsumkalari 3 ta 6 ta. Max Box. Qaraydi, Maybachdagi bor. Chotki turibdi-da. Idealniy dedi-ku. Chotki qilib qo'yganmiz. Bu yoqda ham bor, past bo'lganligini hisobiga balonni ham pastga qo'yib berganmiz mana. Ko'rinmaydiganroq qilibdi. Umuman bilinmaydi. Shu-taki Maybach degan joy mana shu joyi. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Chirchiq Megastar allo bilan aloqadamizda. Ko'p gapirib o'tirmasdan keyin chotki qilib uстановка qilib beramiz. Tushunding?